Insonlar qiyomat qachon deb so'raydi. Titilgan yun kabi tog'lar uchganda, qo'rquvdan insonlar sarxusht bo'lganda, oy va quyosh jamlanganda, insonlar qochishga joy topolmay turganda, o'sha kuni borib turadigan joy Robbimiz huzuridir. Bu esa qiyomat kunidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomat bo'lishidan oldin uning alomatlari bo'lish haqida aytganlar. Xo'sh, ular qaysi alomatlar edi? Bularni eshitsangiz siz ham hayron qolasiz. Chunki qiyomatning kichik alomatlari hammasi bo'lib ulgurdi. Faqatgina katta alomatlari qoldi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilishi bu qiyomatning birinchi alomati edi. Qur'onning unutilishi. Insonlar Qur'onni unutishadilar. Qur'onning muhimligi insonlar tomonidan unutiladi. Qur'on har bir uyda bo'ladi. Chiroyli o'ralgan eng yuqori joylarga qo'yiladi, lekin Qur'on o'qilmaydi. Bu bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? Insonlar Qur'on oyatlarini o'qib, hayotiga tatbiq qilish o'rniga nimalar ortidan quvib yuribdi? O'zingiz Qur'onni qachon o'qidingiz? Bir dona oyatini hayotingizga tatbiq qildingizmi? Shundan bilishingiz mumkin Qur'onning muhimligi yoki unutilganligini. Masjidlar ko'z-ko'z qilinmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Masjidlar go'zal va hashamatli qilib qilinadi, lekin ibodatlar emas. Omonatga e'tibor bermay qo'yadilar. Foiz, sudxo'rlik yoyiladi. Fitna, yolg'onchilik. E'tibor bersangiz, insonlar yolg'on so'zsiz gapira olmaydigan bo'lib qolishgan. Omonatlarga xiyonat juda ham ko'paygan. Uni nimaligini ham unutishgan. Chaqimchilik va g'iybat haqida gapirmasak ham bo'ladi. Zino, sarxusht qiluvchi ichimliklar ko'payadi. Ochiq-sochiq kiyinishlik, zino odamlar ichida yoyiladi. Hayosizlik ko'payadi. Erkaklar ayollarga, ayollar esa erkaklarga o'xshashni boshlaydi. Qarindosh urug'lik aloqalari uziladi. Silai rahim qilinmay qo'yadi. Bunga misol biroz yosh kattalar oldin qarindoshlik aloqasi qanday edi, hozir qanday? Hozir hamma o'zining dardi bilan yuribdi. Bu esa qiyomat alomatlaridandir. Ajralishlar va zinodan bo'lgan bolalar ko'payadi. Dunyoda falokatlar ko'payadi. Dunyoni sellar bosadi. Zilzilalar bo'lishi va yong'in kabi falokatlar ko'payadi. Jinoyatlar ko'payadi. O'lgan nima uchun o'lganini, o'ldirgan nima uchun o'ldirganini bilmaydi. Yuksak binolar qilinadi. Qadar va oxirat kunlari unutiladi va inkor qilinadi. E'tibor bering, ularning hammasi bundan 1400 yil oldin aytilgan va hammasi bo'lib o'tdi. Buning bo'lib o'tgani qiyomatning katta alomatlari boshlanishidan darak beradi. Agar qiyomatning katta alomatlari boshlansa, tasbih donalari to'kilsa, izinma-ketin kelganday keladi. Juda tezlikda. Xo'sh, biri kelsa, ikkinchi tezlikda keladigan qiyomatning katta alomatlari qaysilar edi? Ahli bayt avlodidan bo'lgan Imom Mahdi keladi. Islom dinini qisqa suratda yoyib adolatni o'rnatadi va payg'ambarimiz davrida bo'lgan islom dinini qaytarishga harakat qiladi va Dajjol bilan urushadi. Dajjol kim? Va qiyomatning yana bir eng katta alomatlaridan biri. Hadislarda Dajjol chiqishi dunyoning eng qo'rqinchli alomatlaridan biri hisoblanadi. Chunki Alloh tomonidan yuborilgan hamma payg'ambar ummatiga Dajjol fitnasidan ogohlantirgan. Dajjol hadislarda yolg'onchi, hiylakor, yaxshi yomonni va haq botilni bilib, bir-biri bilan aralashtirgan, biror bir xayrni ko'rsa, yopib, uni ko'rsatmaydigan va o'zini xudoman deb da'vo qilgan kishidir. Dajjollarning soni ko'pdir. Har zamonda bitta dajjol chiqadi. Bitta hadisda bularning soni 30 taga yetish haqida aytilgan. Lekin haqiqiy dajjol qiyomatga yaqin chiqadi va insonlarni fitnaga, fasodga uchratadi. O'zini xudoman degan dajjolni kim o'ldiradi?
وإنه لعلم للساعة. Ko'pchiligimiz buyuk payg'ambarlardan bo'lgan Iso alayhissalom haqida xabarimiz bor. Iso alayhissalom oxirgi zamon yer yuziga tushadi va islom hukmi bilan hukm qilishi haqida hadislar bor. Mahdiyning chiqishi ortidan Iso tushiriladi. Odil bir hakam va islomni yer yuziga tatbiq qiluvchi hukmdor bo'ladi. Dajjolni o'ldiradi, hojni sindiradi va cho'chqani o'ldiradi. Islomdan boshqa dinni yo'q qiladi, jizyani joriy qiladi va haqiqiy islom dinini yer yuziga tatbiq qiladi. Va islom yer yuziga yoyilayotgan bir vaqtda Alloh azza va jalla yana bir qiyomat alomatlaridan bo'lgan Ya'juj Ma'jujni yuboradi. Ular insonlarga zulm qiluvchi qavm hisoblanadi. Tajovuz, zulm, zo'ravonlik qiluvchi bir qavmdir. Bularni Zulqarnayn alayhissalom ikki tog'ning o'rtasiga qamagandir. Bu qavm hozir qayerda va qachon chiqadi, buning Alloh biladi. Bundan so'ng yana bir qiyomat alomatlari. Dobba haqida juda ko'p ma'lumotlar yo'q, lekin qiyomatga yaqin chiqadi. Bu esa qiyomatning yaqin qolganining katta alomatlaridan biri hisoblanadi. So'ngra bu bir tumandir. Bu yer yuziga chiqishi va butun dunyoni qoplaydi va bu 40 kun davom etadi deyiladi. So'ngra quyoshning botgan joyidan qayta chiqishi. Bu qiyomatning katta alomatlaridan biri hisoblanadi. Koinotda hamma narsa, hamma jismlar hisob kitobli harakat qiladi. Bunga dalil bir o'ylab ko'ring-a, bu hisob kitoblar buzilsa qanchalar qo'rqinchli va bu qiyomat degani. Har birimizning o'limimiz bu biz uchun qiyomat degani. Qiyomatga tayyorgarlik ko'raylik.